Assalomu alaykum. Internet kuzatuvchilari, saxovatpesha insonlar. Onam jigar sirrozini 3-darajali jigar sirrozini boshdan kechiryapti. Bilganimizga 7 oy bo'ldi. Kech bildik. Hozirda doktorlar operatsiya buyurilgan Hindistonda. Operatsiyasiga $25,000 kerak ekan. Yaqinlarimizdan qo'limizdan kelgancha harakat qilib 100 million pul qildik. Onam uchun, onam saqlab qolish uchun, yonimizda qolish uchun jonim bo'lsa jonimni beraman. Donor bo'lib o'zim ketyapman. Jigarim yarmini o'zim beryapman onam uchun. Saxovatpesha insonlar, iltimos, onam saqlab qolish uchun, operatsiyasi uchun yarim pul yetmayapti. Shunga yordam beringlar. Bizdan qaynasa Allohdan qaysin. Alloh uchun yordam beringlar. O'sha oktyabrdan boshlandida kecha og'rib turuvdi. Bunaqa deb o'ylamadim men. Doktorlarda, больницаlarda davolandi. Endi iloji yo'q ekan. Ishga borib qiynalgandan hozir harakat qilmaslik kechuvlardi deb. Yig'lamayman, harom, yig'lamay. Yig'lamayman, harom, yig'lamay-ku.